Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Armix bolalar. Bugungi o'yinimiz O'zbekistonda top 2 da turadigan Nubleman bilan bo'ladi. Videoni uzoq cho'zib o'tirmayman, sirazi o'yinga o'tamiz. Tak bolalar, Ankill bilan o'yin qiziq bo'ladigan bo'lsa, agar shu video 50 ta like yig'sa, Ankill bilan o'ynaganimda videosini chiqaraman. Tak, o'yinga keladigan bo'lsa, jonim yarim. Zalyutimga ishonib push qilib birinchi killni berib qo'ydim. Tak, bu yerda o'ng tarafdan chiqqanday bo'lib, chap tarafdan push qilib olamiz. Ko'rib turganlaringdek o'xshadi. Endi close fightda otib qo'yish imkonimiz ko'payadi. Va shunday bo'ldi ham. Tak, pik qilib jonni yaxshigina oldik. Endi chiqsak bo'laversa kerak. No, lekin olib qo'ydi. Jonim yarimidan kam, mana bitta headshot berganman. Tak. Va men chayib qo'ydim. Qochishni qaranglar, qochishni. Ko'ramiz bolalar. Shu joyiga, shu golni sesimga kelib ketdi va montajga qo'yib yubordim. Burdi. Va bu yerda meni qo'lim ustun keldi va shot 2-3. Yaxshi. Bolalar, sizlarga lifehack o'rgataman, qaranglar. Oldi. Ibla. Bolalar, shu joyga bratni qo'yib yuboring. Anam adashishim mumkin va adashishga haqqim bor. Bolalar, endi o'ldirib turib, xatoyim to'g'rilasam bo'ladi. Qani, chotki o'yin ko'rsatib beramizmi? Bilan yanami? Ikki 6-3-dagi xo'rlanyapman. Tak, yaxshi. 3-6. Sekin comeback qilyapmiz. Men sizni ko'ryapman. Bila, otib qo'ydi-yu. Tak, bolalar, 3-7 sekin comeback qilmasak bo'lmaydi. Yaxshi, 4-7. Sekin yetib olamiz bolalar. Bila, nima bo'ldi hozir? Meni ham jonim kam, Nublemanda ham joni kam. Qani kimdi? Yaxshi, olib ketdik. Muncha молодецmi? Tak, bolalar, hazil-hazilu, lekin comeback qilyapmiz. Tak, iminda shu joyda kimdir podpiska bosish kerak edi. To'g'ri. Lekin amallab otib ketdim. 7-8 sekin yetib olyapmiz bolalar. Bilan bolalar yetib olardik hozir. Qaranglar bolalar, sizlarga fokus ko'rsataman. Hop. Qachondir sizlarni ham shunday o'ldirib ketsa, men dardimni tushunasizlar. Tak, bolalar, Armixda chusti zo'r ekan deb yurmanglar, optimizatsiyani kuchi bu. Optimizatsiya, если что, Telegramda bo'ladi. Bolalar, shuncha mehnat qadrlagan holda bitta like bosib qo'yinglar bolalar. Obuna ham bo'lib qo'yinglar. Noyabrda oxirigacha 1000 ta bo'lish niyat qilib qo'yganman. Bilan qanday uryapti? Bala, vashshe o'ldirib olmayapti-yu bolalar.
Shuncha vaqt o'tdi, lekin siz hali ham like bosganingiz yo'q va obuna bo'lganingiz yo'q. Mana va nihoyat videomiz ham oxiriga keldi bolalar. Mehnatimni qadrlagan holda like bosib obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardim. Hammaga omad.